Viloyatimizda malakaviy amaliyot o'tayotgan Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasining 5-bosqich kursantlari tomonidan amaliy mashg'ulotlar reja asosida izchil tashkil etilmoqda. Navbatdagi amaliy tadbirlar doirasida kursantlar Qarshi shahridagi Oydin mahallasida bo'lib, hududda sodir bo'layotgan favqulodda vaziyatlar hamda yong'inlar bilan bog'liq holatlar, ularning kelib chiqish sabablari va oldini olish choralari bilan yaqindan tanishdilar. Amaliy mashg'ulotlar davomida kursantlarga mahalla muhofazasi tizimining faoliyati, favqulodda vaziyatlar organlari inspektorlarining xizmat vazifalari, aholi o'rtasida olib borilayotgan profilaktik targ'ibot ishlari hamda yong'in xavfsizligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar atroflicha tushuntirildi. Xususan, xonadonlarda yong'in xavfsizligi talablariga rioya etilishi, elektr va gaz qurilmalaridan xavfsiz foydalanish, favqulodda holatlarda harakatlanish tartibi yuzasidan olib borilayotgan ishlar amaliy misollar orqali ko'rsatib berildi. Bu esa kursantlarga o'zlarining nazariy bilimlarini real sharoitda mustahkamlash imkonini berdi. Malakaviy amaliyot doirasida Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi kursantlari Qarshi shahridagi 23-umumiy o'rta ta'lim maktabida ham bo'lib, o'quvchilar bilan harbiy vatanparvarlik ruhidagi uchrashuv tashkil etdilar. Tadbirda yoshlarni vatanga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash, ularda harbiy kasbga bo'lgan qiziqishni oshirish, shuningdek, kelajak kasbini ongli va to'g'ri tanlash masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Uchrashuv davomida o'quvchilarga harbiy kasbning jamiyatdagi o'rni va ahamiyati, Favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimida xizmat qilishning mas'uliyatli va sharafli jihatlari haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Shuningdek, Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasiga qabul tartibi, ta'lim jarayoni, kursantlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar hamda bitiruvchilarning xizmat faoliyati haqida tushuntirishlar berilib, akademiya faoliyatiga oid video materiallar namoyish etildi. Tadbir yakunida o'quvchilar tomonidan berilgan savollarga kursantlar tomonidan batafsil va tushunarli javoblar berildi. Ta'kidlash joizki, bunday amaliy mashg'ulotlar va targ'ibot tadbirlari kelajakda favqulodda vaziyatlar sohasida yetuk, malakali va vatanparvar kadrlarni tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, mazkur tadbirlar yoshlar ongida vatanga sadoqat, fuqarolik mas'uliyati va harbiy kasbga bo'lgan qiziqishni yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda.